Ha, oshiq yigit. Nima gap? Muammo bor, Suyun. Ha, bu yangilik mas'ul. Nozimaga yordamim kerak. Ana. Eng yaqin do'stingiz kelyapti. O'sha yordam beradi. Nima gap? Tinchmisan? Ha? Nima bunaqa o'tiribsizlar? Menga bitta qog'oz kerak. Hojatgami? Ozgina jiddiyroq bo'lgan. Qarochi Nozimani buvisi uydan haydayotganmish. Bu o'g'limniki deb. Lekin otasini vasiyati bor ekan. O'lsam shu oilamga, xotinimga, qizimga degan. Qarochi buvisi shu anoni bekitib yuribdi vasiyatni. Xo'p, qayerda ekan u vasiyat? Buvisinikida. Yo, seryoz, qayerda ekan? Ha, seryozni aytaman, buvisiniki ekan vasiyat. Ha, shunaqa deyapsanmi? Bu vasiyat уже yo'q bo'lib ketgandir. Bilaman, lekin oxirgi yo'limiz shu-da. Shu vasiyatni topishimiz kerak. Endi nima qilamiz? Amallasa bo'ladi. Ha? Xolajon, keling, yordam bering. Ha, xolam o'zim. Kim u? Buvisi. Turchi? Qatga qo'yaylik, xola buni. Chakka qo'y. Mana. Voy rahmat bolam. Ah, xola, bu yoqlarni o'tlar o'sib ketibdi-yu. Nimasini aytasan bolam? Jamshidjonga necha marta aytdim. O'zini u yoqqa soldi, bu yoqqa soldi, mana yotibdi hali ham. Ah, xohlasangiz o't yuladiganlar bor xola. Kim? Biz? Mana biz turibmiz. Ha, bizda. Badan tarbiya bo'lardi bizga. Ha. Bolam, sizlarni ovora etib qo'yaman. Nima Ey, sovg'a? bugun bekor edigan. Ha, bugun bekormiz. Voy qandoq bo'lar ekan. Voy bolalarim. Bo'lmasa men sizlarga kerakli narsalarni olib chiqib beray. Ha, bo'ldi. Nima kerak bo'lsa. Ey Botir. Sen endi mendan qarssan. Vasiyatni olsam, xohlagan narsani olib beraman. Ey, kirishga kirdik. Endi nima qilamiz? Vaziyatni kutamiz endi. Hay bolalarim. Sizlar ishlab turinglar, men shunda do'konga chiqib pomidor olib keling. Pomidor qolmay qolibdi, aylanay bolam. Bemalol xola boravering, o'zimiz qilib tashlaymiz hozir hammasini. Darrov kelaman hozir. Oho, ertalabdan cho'milib chiqqanmisan deyman. Hamma ishlaring o'xshayapti. Qarilaring. Shoh san shu yerda bo'lib tur. Sen darvozaga qarab tur, Suyun. Men uyda ko'rib chiqaman. Hop.